Eron qarshilik shiori altidagi imperiya mantig'i. Muammo shundaki, ko'pchilik Eronning asl tabiatiga emas, bugungi shiorlari va raketalarga qarab hukm qiladi. Aslida bu loyiha bugungi urushdan ancha oldin boshlangan. Uning ildizi Safaviylar davriga boradi. O'sha paytda shiyalik shunchaki mazhab bo'lib qolmadi. U davlat quroliga aylandi. Safarbarlik vositasiga aylandi. Shu yerdan bir model paydo bo'ldi. Mazhab orqali hukmronlik qilish, din orqali ta'sir hududi qurish. Bu tarixda qolib ketgan narsa emas. 2015-yilda Eron prezidentiga yaqin doiralarda Bag'dod bizning sivilizatsiyamiz markazi, Eron esa yana imperiyaga aylandi degan mazmundagi gaplar yangradi. Bu tasodifiy gap emas dedi. Bu ularning ichki dunyoqarashini ochib bergan signal edi. Keyin Eronning harakatlariga qarang. Iroqda Eron bilan bog'liq shiya qurolli guruhlari sunniy aholini qirdi. Minglab odamlar ko'chirildi. Minglab odamlar o'ldirildi. Suriyada esa buning badali yanada og'ir bo'ldi. Shaharlar vayron bo'ldi. Millionlab musulmonlar o'ldirildi va uyidan ayrildi. Asad rejimi ushlab turishda Eron va uning tarmoqlari hal qiluvchi rol o'ynadi. Livan, Iroq, Suriya, Yaman har joyda bir xil iz. Proksi guruhlar, mazhabiy tarmoqlar, davlat ichida davlat, markazga emas, Tehronga qaraydigan kuchlar. Shuning uchun Eronni faqat Isroilga qarshi turgan davlat deb ko'rish xato. Bu faqat bayonotlar bilan cheklanmaydi. Bu shior ortiga yashiringan ta'sir loyihasi.